Assalomu alaykum saboqdoshlar. Hozir biz arab tili grammatika darsimizning 49-darsini o'qiymiz. Biz bugungi darsimizda ahruful atf haqida so'zlaymiz. Ya'ni atf qilish harflari. Atf qilish harflari degan qaysi harflar deganda, atf qilish harflari vav, fa, thumma, hatta, aw, am, bal, la va lakin. Mana bular arab tilidagi atf qilish, ya'ni bog'lash harflari. Endi bularninki ma'nolari bilan tafsiliy tunishishdan ilgari bularninki qisqacha ifodalaydigan mazmuni haqida tunishib chiqamiz. Vav, fa, thumma, hatta. Bularning hammasi atf harflari. Qanday atf deganda bu o'rtoqlikni hukmda va i'rob jihatda o'rtoqlikni ifodalaydigan atf harfi. Deydi tufidul musharaka fil hukm val i'rob. Bu harflar ya'ni vav, fa, thumma, hatta degan bu harflar hukmda va i'rob jihatda, ya'ni i'robda musharakani ifodalaydi. Ya'ni o'rtoqlikni ifodalaydi. Hukmda degani, masalan, jaa Xolidun va Muhammadun desam, Xolid va Muhammad keldi desam, bu jumlada kelishdan iborat bu hukmda bu atf harfi bog'lab kelgan Muhammadni o'rtoq deganni ifodalaydi. Demak, bu yerdagi bu atf harfi keyingi Muhammadga bog'langan ma'tuf deymiz, bog'langan so'z. O qaysi so'zga bog'landi? Xolidga bog'landi. Biz bu bog'lanilgan, ya'ni uning ustiga bog'langan so'zni deymiz, ma'tufun alayh deb ataymiz. Demak, bu va, fa, thumma, hattala bog'laydi. Keyingi kelgan ismni ilgari ismga bog'laydi. Demak, bu hukmda o'rtoqlikni ifodalaydi. Masalan, jaa Xolidun fa Muhammadun desakmi, bu umid kirish degan bir hukmda bo'lganligini ifodalaydi. Ammo buningki o'zaro inchik farqlari bor, biz buni to'g'ri so'zlaymiz. Aw va am. Aw va am. Bu nimani ifodalaydi deganda, bu thubutul hukm li ahad al-amrayn mubhaman la bi'aynihi. Avvalan am hukmninki ikki ishning biriga muayyan emas, mubham holda sabit bo'lganligini ifodalaydi. Deydi, thubutul hukm li ahad al-amrayn mubhaman la bi'aynihi. Ya'ni hukmning ikki ishning biriga muayyan emas, mubham holatda sabit bo'lganligini ifodalaydi. Cho'qib ikkisining biriga ish qanday bo'ladi? Sabit bo'ladi. Masalan, marartu bi rajulin aw imra'ah. Bu jumlada marartu bi rajulin aw imra'a degan jumlada aw bu yerda ya'ni bir er kishidan yoki bir ayol kishidan o'tdim. Demak, men bir yoki bir er kishi yoki bir ayol kishining qashidan o'tishdan iborat bir hukm bor bu yerda. Mushu o'tish degan hukmninki ikki ishning biri, ya'ni rajul yoki imrodan iborat, bu ikkisining biriga o'tishninki sabit bo'lganligini isbotlaydi. Muayyan birisiga sabit bo'lganligimi? Yo'q, ikkisining biriga muayyan emas, mubham. Chuqum lekin ikkisining biriga sabit bo'ladi. Ya'ni marartu bi rajul aw imra'a, bir er kishi yoki bir ayol kishining qashidan o'tdim degan bo'ladi. Uchinchisi bal. Endi bu bal yuz o'rishni, yo'tkilib o'tib ketishni ifodalaydi. Deydi, tufidul idrob val udul. Ya'ni yuz o'rishni va yo'tkilishni ifodalaydi. Qanday yuz o'rish, qanday yo'tkilishni ifodalaydi deganda, masalan, jaa Xolidun bal aliyun. Jaa Xolidun bal aliyun. Jaa Xolid dedi. Xolid keldi deb bo'lib, qarasam bu Xolid emas, kim ekan? Ali ekan. Unda bo'lsa bu Xolid degan bu hukm ismdan yuz o'rib bal ali dedi. Bal kim kelibdi? Ali kelibdi dedi. Demak, men bu yerda Xoliddan Aliga qanday qildim? Adil, ya'ni udul qildim. Ya'ni yo'tkaldim yoki yuz o'rdim. Demak, bal bir ishdan biz yuz o'rib, yana bir ishni yoki bir odamdan yuz o'rib, yana bir odamni ko'rsatmoqchi bo'lgan vaqtimizda qanday qilamiz? Qo'llanadi. Lakin bu istidrakni, ya'ni farqlantirishni ifodalaydi. Biz buni ahruful mushabbihatu bil fi'l so'zlagan. Ya'ni tufidul istidrak. Farqlantirishni, ayirib olishni ifodalaydi. Masalan, ma ja'al qawmu walakin sa'id. Qavm kamidi, lekin Said kamidi degan bu hukmdan buni ayirib olamiz. Demak, lekin Said keldi. Demak, ma ja'al qawmu walakin sa'id. Qavm keldi, lekin Said. Qavm kamidi, lekin Said keldi. Demak, bu lakindan ilgirki
Hükümden lakindan keyin kelgesini qanday qildik? Ayırıp aldık. İstidrak degani ayırıp verish. Ondan keyin la. Bu la nefini ifodalaydi. Shunda qiluvchi tufidu nafyil hukm amma qablaha va isbatihi lima ba'daha. Bu hükümni ilgirisidagi narsadan yo'qqa chiqarishni va u hukmni keyindagi narsaga isbotlashni ifodalaydi. Demak bu la ikki ismning o'rtasida kelib ilgirki ismdan hukmni yo'qqa chiqaradi, keyingi ismdan hukmni isbotlaydi. Ya'ni keyingi hukmga ismni isbotlaydi. Masalan, jaa Xolidun la Aliyun. Jaa Xolidun la Aliyun desam, bu la bu yerda harfi atfi. Bu la'dan ilgirki kelgan ismdan jaa Xolidun Xolid keldi shundaqo. La Ali kamidi. Demak, kelish degan hukmni, ya'ni kamaslikni qanday qildi? İlgirislikni yo'qqa chiqadi, kamaslikni. Ammo bu kamaslik degan bu hukmni la'dan keyingi so'zga isbotladi. Mana bu demak la keyindan kelgan so'zni la'dan ilgari kelgan so'zdan aksi qiladi. Demak la'dan ilgari kelgan so'z masalan musbat bo'lgan bo'lsa, la'dan keyin kelgan so'z nafiy bo'ladi. Xolid keldi, Ali kamidi degan. Mana bu atf harflarining umumiy shaklda tunishtirilishi. Endi biz bularningki har birining ma'nosi bilan tafsiri ishlatilish o'rni bilan tunishib chiqamiz. Endi bu harf atning ichida imma va imma harf atmi deganda deydi imma takunu harful atf idza kana taqaddama alayha imma ukhra. Faqat imma atf harfi bo'ladi agar uningga yana bir imma kelsa. Ya'ni yana bir imma ilgari kelgan bo'lsa, uningdan keyin atf bo'ladi. Masalan, al-ism imma muzakkar va imma muannas. Buya qarasak, bu yerdagi al-ism imma muzakkar va imma muannas. Imma harf atf bo'ladi. Ikkinchi imma nima bo'ldi? Harf atf bo'ladi. Ya'ni muannasni muzakkarga qanday qildi? Atf qildi. Demak, atf qilish degan bir ismni yana bir ismga qanday qilish? Bog'lash. Endi biz bu atf harflarining ma'nolari bilan tafsiliy tunishib chiqamiz. Atf harflarining ma'nolari. Birincisi vav. Bu atf harfi. Ya'ni bu vavdan keyin kelgan ismni vavdan ilgari ismga bog'laydi. Bog'lab hukmda va i'rob jihatda o'rtaq qiladi. Deydi vav lil jam' bayna al ma'tuf wal ma'tuf alayh fil hukm jam'an mutlaqan. Endi vav ma'tuf bilan, ya'ni vavdan keyin kelgan atf qilingan ism bilan val ma'tuf alayh, ya'ni unga atf qilingan ismning o'ttirisini hukmda mutlaq jo'g'laydi. Bu yerdagi mutlaq jo'g'laydi degani, ya'ni bu ma'tuf bilan ma'tufun alayh ikkisi buni qanday ilgari keyin emas, ikkisi qanday keldi? Teng keldi. Masalan, ja'a Aliyun va Xolid. Ali va Xolid keldi degan bo'ladi. Endi ikkisi teng keldimi yoki Xolid keyin keldimi? Buni uqmaymiz. Bu mutlaq deganlik, buningda hech qanday buni Xolidning keyin kelganligiga, Alining burun kelganligiga qaydlaydigan shart yo'q. Demak, bu yerda mutlaq jo'g'laydi. Ali va Xolid keldi degan. Demak, bu ma'tuf bilan ma'tufun alayning o'rtasida qanday qildi? Mutlaq jo'g'laydi. Buni keyin keldi degan bo'lmaydi, ilgari keldi. Ya'ni Xolid va Ali keldi degan. Mutlaq degan ma'nosi shu. İkincisi fa. Fa desa fa littartib va ta'qib. Endi buni biz bayatda tushuntirgan va fa deganlar bu musharakani ifodalaydi degan. Ya'ni hukm jihatda musharakani ifodalaydi, ammo ilgirkilik jihatda bu tartib uchun va agishib keltirish uchun ifodalaydi. Masalan, ja Aliyun fa Sa'idun desam, Ali keldi, ondan keyin Sa'id keldi degan. On Sa'id keldi. Bu uyg'ur tilimizdagi on degan tarjimani bilamiz. Ya'ni Ali kelib, keyindan uzun muddat o'tmayla Sa'id kelgan bo'lsa, ja Aliyun fa Sa'idun deymiz. Littartib va ta'qib degani shu. Tartib keyindan kelganligini ifodalaydi. Tartib va ta'qib. Ta'qib degan keyindan kelganligini ifodalaydi. Uchinchisi summa. Summa desa, summa littartib va tarahi. Fa littartib va ta'qibdi. Ya'ni tartib uchun va ergashtirish uchun. Summa desa, bu tartib uchun va tarahi va bu kechiktirib kechirish uchun.
Bu mu tertip, lekin bu kichik turib ya agashtirib kelish. Masalan, ja Aliyun thumma Sa'idun desam, Ali keldi, ondan keyin Sa'id keldi degan. Agar ja Aliyun fa Sa'idun desam, Ali kelib, on Sa'id keldi. İkisining farqi fa bir muhlatsiz keyin kelganligini ifodalaydi. Yani uzun muddat o'tmayla kelganligini ifodalaydi. Thummacho bir muddat o'tganligini ifodalaydi. Shunga ja Aliyun thumma Sa'id. Agar Ali bo'lib bir muddat o'tgandan keyin Sa'id kelgan bo'lsa, thumma Sa'id deymiz. Ali bo'lib bir minut o'tmay, bilkamida bir minut o'tmay keyinlam kelgan bo'lsa, bunga fa ishlatamiz. Demak, thummaninki muhlati fa'dan uzun. Dördüncüsü hatta. Hem de hatta biz yurtumuzda hatta da tercüme kılırız. Atfoğa vakta tufidu kuvveten fil ma'tuf. Bu ma'tuf ki yani hatta'dan keyin kelgan ismda hukmni kuchaytirdi. Hukmni kuchaytirdi. Hatta'dan ilgirki ismdagi hukmni hatta'dan keyin kelgan ismda texmi kuchaytirdi. Vali tertib bumucho tertib uchun. Tertib uchun İlla lekin enne muhletaha aqallu min muhleti thumma. Lekin uning muhlati thummaning muhlatidan az. Ve yeşteritu en yekuna ma'tufuha dakhilan fil ma'tuf alayh. Endi bu hattaning ma'tufi bunda bir shart qilinadi. Shart qilinadi shuki uning ma'tufi ma'tufun alayhga kirib ketgan bo'lishi kerak. Masalan, مات الناس حتى الأنبياء kişiler öldü, hatta peygamberler öldü desem, bir yerdeki hattadan ilgirki hükümge, hattadan keyin kelgan sözünü qo'shidi. Mesela kişiler öldü, hatta peygamberler öldü. Demek öleşten ibaret bir hükümge, peygamberler qo'shdi. Ama öleş degan hükümge, hatta enbiya da texmi çok kuchaytdi. Kishilar o'ldi, payg'ambar mi qanday qildi? O'ldi deb qanday qildi? Kuchlantirdi. Endi buning ma'tufun alayhining ichiga kirgan bo'lishi shart edi. Masalan, payg'ambarlar degan odamning ichiga tava. Ya'ni annas degan ma'tufun alayhining ichiga tava. Demak, bu yerdagi hattadan keyin kelgan ma'tuf hattadan ilgirki ma'tufun alayhining ichiga kirib ketgan bo'lishi kerak. Shundan boshqa bu yerda Enbiya peygamberler mi insanların içine girip gidiyor. Yani insanlığa tevbe. Ev nimin ifadeydi o degende in vaka'at ba'da talep fehiye imma littehir ve imma lil-ibaha ve imma lil-idrar. Hem de eğer talepten keyin kelsa, talepten keyin yani buyruq ber, talep qilishdan keyin kelsa, u ya tanlash uchun ya to'g'riliq ibohat uchun yoki yuz o'rish uchun ishlatiladi. Masalan, tazawwaj hindan aw ukhtan. Tazawwaj to'y qil, hindini ol yoki uni singlisini ol degan bu jumlada tazawwaj degan talabdan keyin buyruqdan keyin kelganlik uchun aw. Bu yerda littahir deymiz. Tanlash uchun, ya'ni ya hindini ol yoki uni singlisini ol. Jalisul ulama aw az-zuhad. Alimler oldu, yakço, zahitler oldu. Hani bir tanlaşımı yok. Alim bile olsan mı burudu, zahitler bile olsan mı burudu. Mana bir yerde nemin ifadede ibahat ifade. Demek bir yerdeki ev talebden keyin kelsa, yani buyruq ma'nosiki fe'ldan keyin kelsa, bu ya tanlash uchun, ya ibahat bir to'g'riliqni ifodalash uchun, yoki yuz o'rish. وإن وقعت بعد كلام خبري أمد بو خبري جملة كاسة يعني بيروق أمس خبر شكل لك جملة كاسة كين كاسة فهي إما للشك وإما للإبهام وإما للتقسيم أمد أجر خبر شكل دك خبر سياق دك جملة كين كاسة و يا شك شون يا قمسızlık شون يا كشو بلش شون مثلا قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم ular dedi biz bir gün yoki yarim kun turdik dedi. Demak bu yerda buyruq gap yo'q uning ichida. Hammasi xabar shaklida. Unda bo'lsa bu yerga av nimani keldi bu yerda desa shak. Biz bir kun turdik yoki yarim kun turdik. Bu aniq emas, shak uchun.
وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. biz yoki sizlar la'ala hudan aw fi dalalin mubin. Ya biz yoki sizlar hidoyat yoki shu ozg'unlikninki uch ozg'unlikning ichida yani uqmaydi shunday mubhamlik. Endi masalan al kalima ismun aw fi'lun aw harfun. Endi bu yerdagi avning ma'nosi nima bo'ldi desa, so'z ya ism bo'ladi, ya fi'l bo'ladi, ya harf bo'ladi. Demak bu yerdagi av nima ma'noga keldi? Taqsim ma'nosida. Yani söz ya isim, ya fiil, ya harf deb bilinadi. Demek sözün bilinadiganligini ifoda etadi. Unda bo'lsa bu yerdagi av nima uchun keldi? Taqsim uchun deymiz. Mana bu at harflarininki bir qismining ma'nosi. Endi qolganlarninki ma'nosi am. Endi bu am arab tilida ikki xil bo'ladi. Birisi muttasila. Muttasil bo'lgan am. Muttasil am degan nima deganda, ya'ni amdan keyin kelgan so'z, amdan ilgari kelgan so'zga bog'lanishlik, munosabatlik. Munqati'a degan so'zning aksi, amdan keyin kelgan so'z ilgirisiga munosabatsiz, ya'ni amdan keyin kelgan so'z yangi gap, ilgirisiga aloqasiz yangi gap. Deydi am al-muttasila hiya allati yakunu ma ba'daha muttasilan bima qablaha. Am muttasila o bundan keyingi narsa, ya'ni amdan keyin kelgan narsa amdan ilgirki narsaga aloqador bo'lgan va musharikan lahu fil hukm va hukmda uningga shiriklashgan bo'lgan, ya'ni hukmda uning bilan o'rtaq bo'lgan. Va tusta'mal bi sharti an yaqa qablaha hamza. Endi bu am muttasila ishlatiladi. Uningdan ilgari bir hamzaning kelish sharti bilan qo'llanadi. Am muttasilaning kelishini cho'qim buni oldida istifhamning hamzasi shu kelish kerak. Ayyaliha lafzun mislama yaliya hamza deydi. Endi bu amga ayyaliha yondashib kelish kerak. Bu amga hamzaga yondashgan narsaning o'xshi. Ya'ni hamzatul istifhamning keyin kelgan so'z o'xsha so'zdan birisi shu amdan keyin kelish kerak. Ayyakuna ahadul amrayn al-mustawiyayn muhaqqiqan deydi. Endi bu ikki ishning birisi chuqur amaliyotga chiqqan bo'lishi kerak. Ya'ni amdan keyin kelgan yoki amdan ilgari kelgan so'zning, ya'ni hamzadan keyin kelgan so'z bilan amdan keyin kelgan so'zning ikkisining birisining chuqur amaliyotga chiqqan bo'lishi kerak. Masalan, Aliyun fid-dari am Xolidun. O'ylidiki Alimu yoki Xolidmi? Endi bu jumla qarasak, bu yerdagi am muttasila. Shundaqmi? Nima uchun muttasila desa, chunki amdan keyin kelgan Xolid degan so'z amdan ilgari Aliyun degan so'zdan munosabatli. Qanday munosabatlik? O'ylidiki Alimu yoki Xolidmi? Demak, cho'qim nima bu? Munosabatli. Shundaqla musharikan lahu fil hukm va hukmda bilan o'rtaq. Ya'ni o'ylida ekanligidan iborat bu hukmda ikkisi o'rtaq. Ya Alimu yoki Xolidmi? Ikkisi munosabatli bu hukmga. Endi bu am uningda ilgari bir hamzaning, ya'ni istifhamningki kelish sharti bilan qo'llandi degan. Ya'ni amdan ilgari Aliyun degan hamza qanday qildi? Keldi. Endi bu amdan keyin xuddi hamzadan keyin kelganga o'xshagan bir ism kelish kerak degan. Ya'ni hamzadan keyin Aliyun degan bir ism keldi, cho'qim amdan keyin shuningga o'xshagan Xolid degan ism keldi. Endi ikki ishning birisi cho'qim amaliyotga chiqqan bo'lishi kerak dedi. Ayyakuna hadul amrayn mustawiyayn muhaqqaqan. Endi bu ikkisining birisi barobar holatda birisi cho'qim amaliyotga chiqqan bo'lishi kerak dedi. Ya'ni o'yinning ichida cho'qim yo Ali bo'lgan bo'lishi kerak, yoki Xolid bo'lgan bo'lishi kerak. Ikkisining o'yinning ichida bo'lishidan iborat bu ish cho'qim amaliyotga chiqqan haqiqiy bo'lgan ish bo'lishi kerak. Shuning uchun biz Aliyun fid-dari am Xolidun. Cho'qim o'yinning ichida ikkisining biri bor. Mana bu am muttasila. İkincisi am munqati'a. Am munqati'a degan nima deganda, am munqati'a hiya allati takun li qat'il kalam al-awwal. O birinchi so'zni uzish uchun bo'lgan. Ya'ni birinchi so'zni qanday qildi bu uzudi. Demak, cho'g'ini amdan ilgari kelgan so'zni amdan keyin kelgan so'zni uzib o'tadi. Va istinaf ma ba'dahu. Amdan keyin kelgan so'zni yangidan boshlaydi.
Ve ma'nahul idrab. Demek onun ma'nisi yüz örüş. İlgili sözün çoğu yüz örüp yeniden bir gap başlaş. Ve taratan el idrab istifhamen inkariyen. Hem de bazıda yüz örüş inkar şekildeki istifham olur. Bunun bu sual sora şekildeki emez, inkar şekildeki çoğu sual olur. Mesela innaha le'iblun em hiye şatun. Hem de bu cümledeki emni biz yaki deb tercüme qilmaymiz. Yani em munqati'ani yaki deb tercüme qilmaymiz. Nim deb tercüme qilamiz desa, bunun ma'nosi biz nima degan? İdrab degan. İdrabni biz balki deb tercüme qilamiz. Innaha le'iblun. O nima? Tuga em hiye şat. Balki o qo'y. Men uni tugurab qaptiman. Nima ekan u? Qo'y ekan. Demak, bu yerdagi em yüz örüş. Çünkü biz em munqati'ani yellati takunu li qat'il kalamil awwal. Birinci sözne, yani birinci cümleni özü üçün kiradigan degan. Innaha la'iblun, o tugadi deb am dedik. Demak bu amdan ilgari kelgan innaha la'iblun degan bu hukmni o'zib am yashar. Balki uniki qo'y deb ikkinchi so'z, ya'ni amdan keyin kelgan so'z, amdan ilgari so'z emas, munosabatlik emas. Shunga bu am munqati'. Endi ba'zida istifham inkar xarakterdagi savol bo'ladi degan. Masalan, amlahul banati va lakumul banun, yoki uning qizlari sizlarningki o'g'illaringlar bormi deydigan savol emas, inkar shaklidagi savol. Bormi deb bir savol emas, bormi inkar, uni inkar qilish uchun so'ralgan. Yoki deb tarjima qilsak bo'ladi, lekin deyadiki savol endi bizga bildirmaydi. Belning qanday ma'nosi bor deganda lil idrob, ya'ni asli ma'nosi bunun lil idrob, yüz örüş vel udul ve yo'tkilish. Qanday bo'lsa agar musbit, ya'ni musbat shakllik, ya'ni bo'lishliq jumladan keyin chiqib qolsa yüz örüş ma'nosi bor. Unda bo'lsa bulishli so'zning keyin chiqib qolsa desa valil istidrak bi manzilati lakin in waqa'at ba'da nafin aw nahyin. İstidrak üçün, yani farqlantirish üçün, ayırı verish üçün lakinning o'rnida bo'ladi agar nafidin nahidin qolsa. Masalan, qama Muhammadun bal Hamid. Muhammad dedi, balki Hamid dedi. Demak, bal keyin kelgan so'z, ilgari kelgan so'zni qanday qildi? Yüz o'rdi. Muhammad turmabdi, kim turibdi? Hamid. Mana bu yo'tkilish, yüz o'rish. Endi bu nafidin keyin kelib qolsa, buluşluq sözü qilsa shunda yüz o'rish ma'nosida bo'ldi ekan. Buluşsiz jumla bo'lib qolsa shu desa, lakinning o'rnida istidrak ma'nosi uchun bo'ladi degan. Masalan, maqama Sa'idun bal Khalilun. Sa'id tumidi, lekin kim tudi? Khalil tudi. Demak, bu yerda lakin deb tarjima qilamiz. Lekin deb tarjima qilamiz. Lakin nima uchun keladi? Istidrak uchun keladi. Ya'ni farqlantirish, ayirib berish. Ya'ni lakinning keyin kelgan so'zni, lakindan ilgari kelgan so'zni hukmidan ayirib olish, chiqarib olish. Endi buning sharti bor. Bi sharti ay yakunu ma'tufuha mufradan. Endi uning ma'tufining mufrad bo'lish sharti bilan. Mufrad bo'lish sharti bilan. Wa an takuna masbuqa bi nafyin aw nahyin wa la taqtarin bil waw. Birinchi sharti uning ma'tufi mufrad bo'lishi kerak. İkinci şartı وَاَنْ تَكُونَ مَسْبُوقًا. Ne bo'lishi kerak? وَاَنْ تَكُونَ مَسْبُوقَةً بِنَفٍ اَوْ نَهِيٍ. Yani onun başıga nefi yoki nehi kelgan bo'lishi kerak. Üçüncü şartı ta'migan bo'lishi kerak, nehi kelgan bo'lishi kerak. Üçüncü şartı vav bilan birikmagan bo'lishi kerak. Mana bu üç shart ostida undan keyin nimani bildirdi? Istidrakni bildiradi. Yani at harfi bo'ladi. Bu üç shart ostidan bo'ladi, at harfi bo'ladi. Mesela la yaqum Khalilun lakin Sa'idun. Lakin Sa'idun. Khalil tumadi, lekin kim tudi? Sa'id tudi. Demak, birinchi sharti bor. Birinchi shart qaysidi? Lakinning ma'tufi, ya'ni lakinning keyin kelgan so'z mufrad bo'lishi kerak. Mufrad deganlik jumla bo'lmasligi kerak deganlik. Lakin Sa'idun degan gap. Mufrad oldu. İkinci shart nima edi? U lakinning ilgirisida bir nafi yoki nahi bo'lishi kerak. Bu yerda la yaqum debço nehiba. Üçüncü şartı vo birlik kelmaslik kerakdi. Yani velakin debço vo kelmaslik kerakdi. Demak, shartlarga tushdi. Bu yerda nimani ifodaladi? Istidrakni ifodaladi. Ya'ni lakindan keyin kelgan so'zni ilgirisidan chiqarib oldi. Endi mushu shartlarga tushmay kelib qolsa,
Ya'ni lakindan kelgan keyin jumla kelib qolsa yoki vo kelib qolsa yoki uning oldida nafiy kelmasa nim bo'lmoq kerak desa bu vaqtda yana atf bo'ladi lekin istidrokni bildirmaydi. Ya'ni u vaqtda lakin harfi atf bo'ladi. Lakindan keyin kelgan so'z bu vaqtda yangidan bir boshlangan gap bo'ladi. Masalan ما كان أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ولكن وكلده ولكن رسول الله ده مضاف إليه geldi lakin yani mufrad gelmedi. Mana bu vaqtda lakin harf istinab bo'ladi vaqtda yangidan boshlaydi. Lakindan keyin kelgan so'z yangidan boshlangan bir jumla bo'ladi. La qanday harf bo'ldi deganda la tufidu nafil atf. Bu nafiy xarakterdagi atf bo'ldi. Nafiy xarakterdagi atf. Bunun qanday sharti bor deganda shartu ma'tufiha ay yakuna mufradan. Endi uning ma'tufining sharti o'xshashini bo'lishi kerak, mufrad bo'lishi kerak. Masalan jaa Sa'idun la Khalidun. Said keldi, lekin kim kelmadi? Khalid kelmadi. Ya'ni Khalid qanday qilmadi? Kelmadi. Bu o'xshashlar nafiy bo'lib atf bo'ldi. Ya'ni Khalid Said qanday qildi? Atf qilindi, lekin nafiy bo'lib atf qilindi. Endi bu yerda qo'yilgan bir gap. Am al-munqati'a. Ya'ni biz baytni so'zlagan am munqati'a la tusta'malu illa fil khabar wal istifham. Am al-munqati'a faqat xabarda va istifhamda qanday qilinadi? Qo'llanadi. Ya'ni xabar shakllik yoki istifhamda qo'llanadi. Ya'ni buyruqchi kelmaydi demak. Buyruq bilan qo'llanmaydi. Mesela innaha la iblun am hiya shad deganda bu xabariya shaklli jumla. Am lahul banatu va lakumul banat bu istifham xarakterli jumla. Unda bo'lsa vaqtlar bugungi atf harflariga aloqador bo'lgan darsimiz mush yerda oxirlashdi. Kelarki soatlik darsimizda ko'rishaylik. Buning oxirida ko'nikma berilgan. Birinchisi istahrijul huruf va bayyin faidataha fil jumal at-taliya. Harflarni chiqaring va uning foydalarini tandagi jumlalarda bayon qiling. Masalan, safara Sa'idun va Khalidun. Bu yerdagi harf qaysi? Va. Buning nima foydasi bor? Musharaka. Ya'ni Khalidni Sa'idga hukmda o'rtoq qiladi. Safar qildi degan bu hukmda Khalidni uchun qo'shadi. Qolganini mushu buncha ishlaysizlar. İkincisi istahrijul huruf va bayyin ma'aniyaha fil jumal at-taliya. Harflarni chiqaring va uning ma'nolarini tuvandagi jumlada bayon qiling. Masalan, afiddari Sa'idun am Khalidun. Bu jumladagi harfat qaysi? Am. Uning ma'nosi muttasila. Ya'ni bu muttasila shaklidagi am. Mushu bo'yicha ayrisizlar. Bunda bo'lsa vaqtdoshlar, bugungi darsimiz mush yerda oxirlashdi. Biz kelarki soatlik darsimizda ko'rishaylik. Assalomu alaykum.